Oybek, tezroq olib keling. Hozir ojon uyg'onib qoladi. Voy, sepib bermaysizmi? Hali supurib berar mana. Oybek, sepib bering. Og'irdi, ko'tara olmayman. Onam bilan dadam ko'rsa, ko'rmaydilar. Tez-tez sepib bering. Sen nima ishlayapsiz seping? Ha, bo'ldi. Oybekni o'zim olib o'taman. Ha. Uchdagi choyxonaga nima shashiltirasizlar, ey? Ha, uyga keldim. Ha, endi u ham yangi kuyovda nima qilasan? Endi orzu havasi bor. Ha, bo'ldi, xo'p. Boramiz uchgacha, boramiz. Nima ishlayapsiz seping? Voy, Oybek, qayerda o'rgangansiz suvli sepishni? Klipga qarab turish zo'r video borda. Oybek, seping, mana shularga seping. Yaxshi turibdi. Uylanguncha ayasiga qarashmagan bola. Armiyada xizmat qilganda qilyapti mana. Gruppa yonadi endi. Ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zim otaman. Olibtaman. Oyog'im. Onajonim. Oybek, Tinchlikmi ona? nimaga uxlamay yuribsan yarim kechada? Endi ko'zim ilingan ekan. Yana dadamdan urushib qoldinglarmi? Voy, dadang bilan nimaga urushaman? To'g'risini ayting ona. Ajrashmoqchimisizlar? Nega ajrashaman o'g'lim? Tapasini shamol uchirsin. Jinnimisan? Tavba. Shunda dada bilan ajrashib bo'ladimi bola? Hay onajonim. Shunchalik dadamni yaxshi ko'rar ekansiz. Ha, nimaga siz oshxonada dadam yotoqxonada yotibdi? Qani bo'lsam yurchi. Senga bir narsa ko'rsataman. Yur. Nima? Oho. Onam poyezd o'tyaptimi debdi. Shuncha yildan beri temir yo'l vokzalida yashayotgan ekansiz-da. O'g'lim, sen ham shu vokzalda tug'ilgansan. Men qarang, o'zing nimaga uxlamayapsan? Ona, yuringda. Sen bilan birga bor. Ha, yurasiz. Yurchi. Mana qarang, ona. Ko'rdingizmi? Kombayn ishlayapti. O'g'lim, ha bu vokzalda tug'ilib, shiypatda yashayotgan ekansan-da. Menga qara. Xotining onasiga emas, dadasiga tortgan ekan. Bu yoqqa kelib qaynotasiga tortib ketdi. Yur, ikkalamiz gaplashib o'tiramiz bir bahonada. Sen mana katta yigit bo'lding, anchadan beri bunday gaplashmoqchi. Yur, bu narsalardan hazillashib. Bugun biz Katelniyda qolamiz. Yaqinda ko'nik. Yaxshimisan? Enam aytgan qiz sen bo'lasanmi? Shunaqa shekilli. Meni ismim Xoldor. Fermerman. Xoldor? Ha, Xoldor ismi xoli bor bolalarga qo'yilardi-yu. holim bor. Ko'rinmaydigan joyda. Yo'q-ey. To'ydan keyin ko'rib olasan. 500 ta qora molim bor. 1,5 mingta qo'yim bor. Shini bunday qichi, ko'raychi. Nima deyapsiz, tushunmadim. Siz mol bozorda emassiz, siz uchrashuvdasiz. Nima deganingiz bu? Ha. Sen menga yoqding. Sen rozi bo'lsang to'y qilamiz. Nima? Qanaqa to'y? Damingizni oling, tushundingizmi? Biz yovvoyi otlar chilovli bo'ladi. Qizga shunchalik yoqmadimmi? Sekund yo'q qoldi. Qachon chiqding, qo'rqitding. Shuncha mol qo'yni boqqan, meni ham boqib olarsiz, Xoldor aka. Endi fermada tovuq ham boqaman ekan. Everybody, just get into it. Get stoked.